Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sog'liqmi? Bir YouTube'ning obunachilari. Bunga reklamamiz bo'ladi, xudo xolasa. Joy temasi bo'ladi yana. Yana shu ko'rib turgan katta joylarimiz sotiladi ekan. Bir yarim gektarga chamaliydi bu. Yarim gektarday bor. Orientirda aytadigan bo'lsak, Jizda vokzal, Palvoshdagi mana yaqinda vokzal. Bu tarafda vokzal bor. Bu tarafta vokzal. Poyez yo'lining tegi orientir. Yaqinda ko'mir tarqatadigan yer orientir. Adresga keladigan bo'lsak, Palvosh Ufi, Qozoq ovul deb kelaverasizlar. Qo'shimcha ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa telefon nomerlariga xabarlashib, bemalol telefon urib gaplashib kelaverasizlar. Joylarni az ko'rib chiqdim men, vobshe katta joy ekan, tinch yerlar. O'zim ham ko'zim qizdi. Chegarasına keladigan bo'lsak, ana shu tandir ekan chegara. Mana shu tandir. Chegarasi joy vobshe katta ekan, hozir kirib chiqdim ichkarina. Yeri mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mollar yotibdi bu yerda. Yana shu mol bir cheti shu yoq ekan. Tak, bu chetini ko'rsatdim, tandir ekan. Bu chetga geçeme. Joyga qo'shib ana shu Nexia'da sotiladi ekan. Sotiladi bu, ha? Puluncha so'm? 55 milyon deydi. Родной машин va? Родной машин. Sonrasma, donusma bu. Yana. Donus motor. Probeg'incha bo'lgan. Ha? Metalik svet. Yılınca? 2010. Metani var mı? Metani var. Neçelik metan? 1.6 ekan, ha? Metallari bor ekan. Balonlari toza ekan, ha? Demek şu joyga qo'shib sotiladi bu mashinam. Bu joyni qo'shib olib kerakmi yo Abdilni ham sotilaveradimi bu? Birinchi Abdilni sotiladi, Abdilni. Sotilaveradi Abdilda. Abdilni ham ketaverar ekan Nexia. Telefon nomerlari bo'ladi lekin. Agar xohlovchilar bo'lsa, joyga qo'shib olaman deydiganlar bo'lsa, joyga qo'shib olsanglar ham bo'laveradi mana aka. Katta joy. Mashin srochni sotiladi ekan mana. Nexia'lar bo'lganlar 1.6. Chetini ko'rik, ana chetini ko'rsatdik, tandir. Mana qo'ralar ham qoladi-ku, ha? Qo'shib sotiladi-da bu. Joyning ichida bu qo'ralar. Mal balasi bo'ladi polni bu, ha? Shivirlar yo'qoldi-da, u bilan temir. Temir bilan bostirilgan ekan ustlari. Mana bir xona. Tak, bu chegaramiz mana shu yerga tortilib turgan yerga bo'ladimi? Yerni qaranglar, yerni. Necha sotik yerda eding? 30 sotik ekan yerlari. Sholi egilibdi, mana sholini o'rib preslab qo'yibdi. Suvdan muammo yo'q-da demak bu yerda. Suvdan muammo yo'q ekan bu yerda, do'stlar. Chegarasına keladigan bo'lsak, mana shu ekan, mana setka mana. Bu joyning tashqi ko'rinishi. Katta joy. Nechanchi solingan bu joylar? 93-yil qurilgan ekan joy. Paxsadan 60 santi, 60 santi paxsa ekan. Bu ko'cha taraf, arqa tarafdan bir ko'rsatib beramiz-da, xudo xolasa. Mana arqa taraf. Yerlari mana vobshe katta do'stlar. O mana non yeb o'tirib bir xotin. Ana shu non yeb o'tirgan yerlarga chekanda cheti. Bir cheti ketadi dedi uzunni. U qonagan vobshe. Sholi ekkanaga yerga mana. Preslari yotibdi. Katta joy.
Bu joyning tashqi ko'rinishi bu. Assalomu alaykum. Adres şu Polvosh Ufi Qazig'ovul deb kelaverasizlar. Temir yo'lga yetmay o'ng qo'lga kirib ketasizlar ekanda, ko'pirdan o'tib o'ngga kirib ketasizlar. Telefonlashib kelaverasizlar-da adres. Lokatsiya tashab beradi. Telegramga lokatsiya bo'yicha kelaverasizlar. Mana. Bu joyimizning tashqi ko'rinishi. Xudo xolasa joyning ichki qismini tushirib chiqamiz. Ömür veremiz. Kazakistanski ömür. Bo'ladi, Qozog'istonning nomeri bo'lsa da bo'laveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirgan yer qarovxona ekan, bunday mana. Kirganda pojarniy xod. Pojarniy xod razmerlarini olib so'raveramiz. Tak, eni 4,5 metr, uzuni 12 dedimi? Ha, so'raveramiz. 13'e 4 büyük koridor. Demak, 13 ga 4 ber, ha? Tamam. Katta koridor. Pojarniy xodda ber demak, ha? Tamam. Patologlar ishlangan ekan, ha? Lyustralar qo'yilgan. Divorlar Aksa diyor. paxsa divor. 50likmi 60likmi? Qalin, ha? İşi 7 sırtı alırız. 60 ga 50. Bu kirgan yer shunday pojarniy, xudo xolasa. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'l kuxniya bo'ladi bu yer, ha? Çok ne? Kuxniya necha ber? 3,5 bu. 3,5 ga 5 mi? 3,5 ga 5. Demek bu uzunu 5, enini 3,5 ekan. Bir kuxniya ekanda. Nasıl spalni? Ben spalniyman. Necha ber? 4'e 5 bu. Peshlar bor ekan, ha? Süper. Patologlar ishlangan. Sen gel. Sibitli antibda. Antırttı. Sibitda muammo yo'q, ha? Tamam yok. Zo'r. Razmeri necha deb berdim? 4'e 5. 4 ga 5. 4 ga 5 spalniy demak bu yer, ha? Olib ketamiz. Bu uyimiz mehmonxonami bir? Bu da çay içelim. Ha, o'tirib choy ichib, o'tirib choy ichmaydigan yer. Ne spalniydi? Oyoq spalniy bo'ladi, ha? Patologlar ishlangan bu yer. Plastikmi bu patologlar? Plastik böyle. Divorlar jidka oboy, ha? Oboyda ishlangan. Mustahkam etib. Peshlar bor ekan, ha? Hiç var. Bir chelak ko'mirga lap bo'ladigan joy bor, ha? Ko'mir yakning yanında, ha? Bir adım. Ko'mirdan problema yo'q. İşliymen de adam bazen işem var bir yerde. Işık bolup. Ha, isham bor, ha? İşem de aynı bir yerde. Bu yog'imiz ne bo'ladi? Voy, yomon qonga bu yoq, ayvon. Zolmi bu? 9'da 7 bu. 9 ga 7 degan mana. Burungi zollar. Eslaganlar bo'lsa bir like bosib berasizlar, kommentariy yozib berasizlar. Bunday hozir joylarda yo'q bunday zollar. Вообще enida enli, uzunida uzun ekanda va Serkan bu to'yxona bu. to'yxona hisobindalar mana. Вообще yangiday. Burun eslaringda bo'lsa to'ylar shunday eda bo'ladi, to'ylar. Qiz chaqirishma, o'tirishma, uyda bo'ladi edi u. Kısakamşa olan iyi şey. Shunday bo'ladi edi o'zi. To'yxona ekan bu rasmi, ha? Yana keyingi xonamiz. Devorlar burungi remont ekanda va однотонный remont. Eshiklari og'ochdan ishlangan. Mami bakalım. Mehmonxona ber, ha? Eyvallah. Birinchi qancha degan? Bu 7'ye 4. 7 ga 4 demak, ha? Bu yog'i 4, uzunluğu 7. Patologlar panyordanmi? Hadi burun burası. Panyor burungi rossiyskiy panyorlarda ishlangan. Aytib o'tganimizdek, svetdan problema yo'q. Şivilleri mi bastırılgan? Shivillar bilan bosilganmi? Konditsionerlar qalami bu aytmoqchi. Kaladı kanka. Kondyorlar bor buni, kondyorlar qoladi ekan. Qalami bu da? Kaladı be. Televizorlar ham qoladi. Ma gilamlar ham qolami? Mebel Bilen denen kaladı. gilamlar ham qoladi ekan. Joy olaman deganlarga bonus. Mana shular ham qoladi, ha? Bilen kaladı. Kuxinniy mebellar ham qoladimi? Kaladı. Gaz ham qoladi, ha? Gaz kaladı da. Bari qoladi. Kelişse. Kelishsa qolaveradi. Mebel sebel bari qoladi. Bu yerda bir aybi gaz yo'q, ha? Gaz yok. Ko'mirdan problema yo'q. Gaz balon mu? Balon bor ekan.
Balon yetirib berami uzluksiz? Bol yetiradi. Uzluksiz balon yetirib beriladi. Bundan keyin buni bahası qiziq. Bahasini aytib kerak. Bakas 25 bin olur. 25 ming ko'k aytiladigan do'stlar. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Agar Qozog'iston, Rossiya, chet elda yurganlar bo'lsa, WhatsApp nomerlarini ham qoldiramiz, Telegram orqali xabarlashaverasizlar bemalol, telefonlashib, adreslarni aytdik, orientirni aytdik, kelaverasizlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lsa, agar sizlarga shunday reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlari bo'ladi, kommentariyalarda chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Boshqa gap qolmadimi? Keyin mashin, ya Nexia 1.6 donusi bor ekan. Srochniy sotiladi ekan. O'sha bo'yicha telefon nomerlari ekranda bo'ladi, xabarlashaverasizlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.